Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Bugun biz Word dasturida listlarimizni raqamlashishni o'rganamiz. Ya'ni mana listimiz hozir menda 3 ta xolos, lekin shunda ham ko'rsatsa bo'ladi. Shu qismlarida pastiga yoki tepasiga qayerlargadir biz raqamlab qo'yishimiz kerak. Bu birinchi list, ikkinchi list, bu uchinchi list. Buning uchun biz yuqori qismiga sichqonchani ikki marta bosamiz. Hop, kolon titul qismi ochiladi va tepada konstruktor ochiladi. Bu yerda mana nomer stranitsa turibdi. Bu yerda biz variantlarni ko'rishimiz mumkin. Hop, mana birinchi variantimiz bu list yuqori qismidan chap burchak, o'rta, o'ng burchak yoki qandaydir qo'shimcha grafikalar bilan chiqarib beradi. Buni biz mana juda ham ko'p bu yerda o'zimizga mosini tanlashimiz mumkin. Hop, ikkinchisi bu past qismida, ya'ni listimizning oxiriga mana har xil dizaynlarda har bitta listimizni raqamlab beradi. Hop, uchinchisi esa bu teng yarmida qorin qismida o'ng tomon, chap tomon yoki shunga o'xshagan har xil belgilar bilan mana nomerni raqamlab bizga listlarimizni ajratib beradi. Keyin hozir bizga odatdagi eng keng tarqalgan bu past qismiga raqamlab qo'yamiz. Mana shuni tanlaymiz va yuqori qismini tanlab qo'yamiz. Tayyor. Mana birinchi list, ikkinchi list va uchinchi list. Shu bilan saqlab qo'yamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat.